Uzun bank kartasidan 650 so'm avtobus metrolarda yursanglar bo'ladi. Hozir metro kassalari yopilgan. Mana bunaqa bilet sotib oladigan qo'yib qo'yishgan. Undan ko'ra mana kartani ancha qulayroq. Bemalol shu kartani zakaz qilishni Telegram kanaliga qo'yganman silkasini. Shu silka orqali zakaz bersanglar bo'ladi. 2-3 kunda yoki 4-5 kunda uzun market punktlariga olib kelib berishyapti O'zbekiston bo'yicha tekin. Uni kartani mana bu uzun bankomatlardan ham to'ldirsanglar bo'ladi. Yoki-da uzun bank приложениесiga UzCard Humolani qo'shib turib, bu yerdan ham to'ldirsanglar bo'ladi. Uzun market punktlariga zakaz qilsanglar 4-5 kunda olib kelib berishadi. Zakaz qilish silkasini Telegram kanaliga qoldirganman. Telegram kanali описаниеda qoldiraman. O'tib olib zakaz beraveringlar.